Otangizga nima qilsangiz, bolangizdan shu qaytadi. Onangizga nima qilsangiz, bolangizdan shu qaytadi. Shunday ekan, ertaga biz ham qarib, kuchdan qo'yganimizda xor bo'lmasdan, aziz bo'lib, mukarram bo'lib, chiroyli hayot kechirish uchun, chiroyli bir Parvardigorning huzuriga borib olish uchun, farzandlarimizdan ko'rish uchun ota-onamiz bo'lsa chiroyli xizmat qilaylik. Ularning duosini olaylik. Ularning duosi bilan hech qachon biz kam bo'lmaymiz. Ba'zida farzandlar yuguradi, yeladi, pul topadi, puli ko'payadi. Pul ko'payib badavlat bo'lgandan keyin o'ylaydiki, men o'zimni harakatim, meni aqlim, zirayligimdan mana shuncha davlatga ega bo'ldim. Men shuncha martabaga ega bo'ldim. Masalan, men ahli ilm bo'ldim, yo men qori bo'ldim, yo men badavlat, yo men kuchli bo'ldim. Shunga o'xshagan nima ne'mat yetgan bo'lsa, ba'zida bolalar men shunga o'zim erishdim deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Bir yigit badavlat bo'lib ketibdi, joy qilib chiqib ketibdi. Juda uylarni chiroyli qilib qurgan. Onasi o'zini eski uyda qolgan. Bir kun onam bir xabar olib qo'yay debdi-da, uyiga kelibdi. Ichkariga hovliga kirib, derazadan qarasa, onasi jaynamozni ustida duo qilib o'tirganmish. Jaynamozda qo'lini duoga ochib o'tiribdi. Shunda yigit aytdiki, onajon, hali ham shu duo qilyapsizmi? Qachon qarasa namoz o'qib duo qilganingiz duo qilgan. Mana men bir namoz ham o'qimayman, duo ham qilmayman, hamma yo'g'im bor. Lekin sizni hech vaqoingiz yo'q. Shunda onangiz aytgan ekanki, ey bolam, doim namoz o'qir ekanman, namozni ketida hamma duoyim sen uchun. Bolam yaxshi bo'lsin. Moli davlati bo'lsin, badavlat bo'lsin, kam bo'lmasin, xor bo'lmasin, zor bo'lmasin, kasal bo'lmasin. Butun yaxshiliklarni men tilab senga duo qilaman. Shunda bola sal ko'zi ochilgandek bo'ldi. Ey bolam, bitta ijobat bo'lmagan duoyim qoldi. Mana shu duoyim ijobat bo'lib qolsa, o'lsam armonim yo'q. Onajon, bu duoyingiz nima edi? Shunda ona aytdiki, Parvardigordan so'rayapman, shu bolamni peshonasi sajdaga tegsa-yu o'lsam mayli deb duo qilyapman. Bola ko'zi ochildi, ko'zdan nam chiqdi. Borib tahorat qilib keldi-da, onajon, men bugundan boshlab namozni boshladim deb onasini oldida 2 rakat namoz o'qidi.